Assalomu alaykum. Bu videoda biz Biznex dasturi admin sozlamalari bilan tanishib chiqamiz. Biznex dasturiga kirganimizda chap tarafda bo'limlarimiz joylashgan va uning eng pastida bizda admin sozlamalari joylashgan. Uni ustiga bosamiz va bizda admin sozlamalari oynasi ochiladi. Admin sozlamalarida bizda 4 xil sozlamamiz bor. Birinchisi oxirida zakazning oxirida hisobni yopganimizdan keyin chiqadigan chek sozlamalari. Keyingisi admin profilini, parolini o'zgartirish uchun sozlama. Keyingisi buyurtmalar uchun sozlamalar, buyurtmalar uchun foiz qo'shish uchun sozlama va keyingisi bizda Biznex dasturini tilini o'zgartirish uchun sozlamamiz bor. Birinchisi bilan kelib tanishib chiqamiz. Oxirida hisobni yopgandan keyin chiqadigan chekimizda bizda birinchi bo'lib kirgizishimiz kerak kafeyimizni yoki restoranimizni nomi. Men bu joyda misol tariqasida Biznex Cafe nomini berganman. Keyingisi biz kafeyimiz qayerda joylashganligi haqida ma'lumot berib ketishimiz kerak bo'ladi. Men bu joyga misol tariqasida Toshkent Chorsuni belgilab ketdim. Keyingisi biz restoran yoki kafeyimizni logotipini berib ketishimiz kerak. Bu joyga logotip qo'yish juda ham oson. Rasmni yuklash tugmasini bosamiz va biz logotipimiz qayerda joylashganligini fayllar orqali topib olamiz va biz o'zimiz logotipimizni tanlaymiz. Va bu joyda bizni logotipimiz kelib chiqadi. Keyingisi bizda mijozlar biz bilan hisobni yopgandan keyin yoki qachondir aloqaga chiqishligi uchun chekda chiqadigan aloqa raqamini yozib ketishimiz mumkin bo'ladi. Bu joyda men Biznex kompaniyasini telefon raqamlarini berib ketganman. Agarda ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, shu raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Keyingi sozlamamiz bizda chekni oxirida mijozlar uchun tekst yozib ketamiz. Misol tariqasida bizni tanlaganingiz uchun rahmat. Keyingi sozlamamiz va eng muhim sozlama bu oxirida hisobni yopgandan keyingi chiqadigan chek aynan qaysi printer tomonidan chop etilinishligi. Bu tugmani ustiga bosishimiz bilan biz o'zimizda bor printerlarni ko'rishimiz mumkin. Menda ikkita printer bor ekan, kassa va Microsoft PDF. Bilamiz, oxirgi hisob kassadan chiqadi. Shuning uchun men kassani belgilab qo'yaman va sozlamalarimizni tayyorlab bo'lganimizdan keyin saqlash tugmasini bosamiz va bizda bu sozlamalarimiz muvaffaqiyatli saqlanadi. Xo'p, bu sozlamalarimizni kiritib oldik va endi bu sozlamalarimiz chekda qaysi ko'rinishda, qanday ko'rinishda chiqishligini ko'ramiz. Xo'p, chekda biz kiritgan sozlamalarimiz shu holatda ko'rinadi. Bizda yuqorida biz kiritgan kafeyimiz logotipi joylashadi. Undan keyin biz kiritgan kafeyimiz nomi joylashadi va undan keyin kafeyimizni qayerda joylashganligi lokatsiyasi joylashadi. Chekda keyingi narsamiz buyurtma raqami. Har bitta buyurtma uchun raqam beriladi Biznex dasturi tomonidan. Shu raqam bu joyga yoziladi. Keyingisi bizda klient qanaqa mahsulotlar zakaz qilganligi chiqadi. Misol tariqasida biz 4 dona qiyma shashlik zakaz qildik. Keyingisi biz qo'shadigan qanaqadir xizmat ko'rsatish uslugalari, foizlari. Misol tariqasida ofitsiant uchun xizmat ko'rsatish 10% berib ketilgan bu joyda. Keyingisi qaysi ofitsiant bu mijozga xizmat ko'rsatganligi joylashgan. Keyingisi kafeyimizni qaysi joyda bu zakazimiz amalga oshirilganligi. Birinchi stol, birinchi etajda bu amalga oshirildi bu zakaz. Keyingisi mana biz kiritgan aloqa uchun telefon raqamlari va oxirida bizda qachon yaratilganligi bu zakaz, qachon amalga oshirilganligi bo'ladi, joylashar ekan. Keyin oxiri bizda mana hisobimiz joylashgan. Bizda 4 dona shashligimiz 15 ming so'm bo'lgan. Unga 10% ofitsiant xizmatini qo'shganda va 66 ming so'm bizga oxirida hisobni chiqarib bergan. Va oxirida biz kiritgan, bizni tanlaganingiz uchun rahmat teksti joylashgan. Xo'p,
Kelinglar, endi keyingi bo'limga o'tamiz. Keyingi bo'limimizda biz xodimni, ya'ni adminni profilni kodini o'zgartirish uchun sozlamamizda. Hozirda Biznes dasturi hammamizga 4.0 kodi bilan boradi boshida va uni biz keyin xohlagan parolimizga o'zgartirib olishimiz mumkin. Misol uchun 4.7 va uni saqlashni bosadigan bo'lsak, bizda bu joyda o'zgaradi. Men buni hali o'zgartirganim, buni 4.7 beraman va bu joyga orqaga qaytarib 4.0 berib qo'yaman va saqlashni bosadigan bo'lsak, muvaffaqiyatli saqlandi. Xo'p, keyingisi buyurtmamiz uchun foizlar. Hozir biz chekda ko'rdik. 66.000 so'm bo'lib, ofitsiant uchun xizmat ko'rsatishga 10% usluga qo'shilib ketgan bu joyga. Bu qanday bo'ldi deydigan bo'lsak, biz buyurtma uchun foizlarni qo'shib ketganmiz. Ofitsiant uchun xizmat ko'rsatish 10%. Buni qanday qo'shamiz deydigan bo'lsak, boshqatdan o'chiraman. Qo'shish uchun biz foizga nom beramiz. Misol uchun ofitsiant uchun xizmat ko'rsatish va u necha foizligi 10% berib qo'sh tugmasini bosadigan bo'lsak, mana bizda u foizi qo'shiladi. Va oxirgisi bizda biznes dasturini tilini o'zgartirish. Juda ham soddagina, qaysi tilni tanlashimiz bilan biznes dasturi tili o'zgaraveradi. Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.